haj 2026 ga nasib etganiga Allohimga shukr. Ishchi guruhlariga rahmat, prezidentimizga rahmat. Mana shu kunlarda mana shunday nasib ettirganiga katta rahmat aytaman. Biz bir oy mobaynida bo'lgan bo'lsak, hamma bizni shart-sharoitlar, xizmatlariga rozi bo'lishsin. Juda ham xursandmiz. Bizda umuman Guliston birinchi guruhimiz hammalari behad xursand bo'lishdi. Suhbatlar bo'ldi. Haj o'sha 2026da qanday o'tkazilganligi haqida har doim mana shu bizga yo'l yo'riqlar ko'rsatildi. Bilmagan narsalarimiz savol, diskussiyalar bo'ldi. Biz mana shulardan behad xursandmiz. Biz hamisha mana shu ziyoratlarimiz, hajlarimiz davom etishini, umrboqiy bo'lishini nasib aylasin. Bizni ziyoratlarimiz haji mabrur bo'lishini Allohdan so'rab qolaman. Bizni mana shunday ulug' ayyom kunlarida rahbarimiz Shavkat Mirziyoyev mana shunday xabar olganlari, ziyoratchilarni jo'natganlari, albatta biz bundan juda ham behad xursand bo'ldik, quvondik. Alloh rozi bo'lsin ulardan.